Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bunimizni mana ikkita eshik, ikkita rom qilib berdik buni. Andijon viloyati Asaka Axtachiga qilib berdik buni. Xudo xolasa mana ishlarimiz mana zamoylari вообще million toza zamoylaridan aynalarni germetiklangan, tepalariga ham yo'l gulli solingan. Laklar glansiga chachilgan bo'ldi. Xudo xolasa egasini rayiga qarab qilib berdi, shunaqa qilib mana qilib bering deb internetdan ko'ruvdi. Akamiz mana qilib ariq shikolat rangi ham mana to'g'roq, jigarrang to'g'roq. Bular razmeri keladigan bo'lsa, romlarda razmeri 1.30 ga 1.65. Ikkovini ham eshiklarda eni 1.20, bo'yi 2.30 bo'ldi. Mana Xudo xolasa chiroyli qilib berdik, mana inshaalloh. Endi o'nlabdan ketyapmiz. Kim kerak bo'lsa telefon qila olasizlar, Xudo xolasa inshaalloh. Nomerimiz 91 487 0033. Doim xizmatdamiz. Xudo xolasa telefon qila olasizlar. Borib ko'rib, o'lchab, Xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Aynan qilib, bundan Xudo xolasa bundan zo'r qilib beramiz. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa boshqalar zaxtaga qilib beramiz, Xudo xolasa inshaalloh. Hammaga katta rahmat.